Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Haftaning top sun'iy yangiliklari bilan tanishamiz. Bu hafta ham yangiliklarga boy bo'ldi. Sirli modellar, startaplarning juda katta summalarga sotib olinishi va ChatGPT tomonidan maxsus, demak, o'smirlar uchun yangi mahsulot. Keling, bu va boshqa yangiliklar bilan batafsil tanishamiz. Birinchi yangiligimiz OX Alpha sirli modeli sinovlarda top modellarni mag'lub qildi. Demak, 20-avgust kuni kutilmaganda global benchmarklarda yangi model paydo bo'ldi. Demak, OX Alpha deb ataluvchi model va bu benchmarklarda Claude'ning ham, OpenAI'ning ham top modellarini mag'lub qilib, demak, ma'lum bir yo'nalishlarda juda ham zo'r natija ko'rsatdi. Va eng muhimi, bu model bir hafta davomida bepul deb e'lon qilindi. Va kuniga buni demak taklif qilgan operator bir kunda 100 trillion token yetkazib berishni va'da berdi. Tushunarli bo'lishi uchun 100 trillion token bu juda ham ko'p va juda ham qimmat ham deydigan bo'lsak, buni ortida demak juda ham katta kompaniya turibdi. Hozircha olimlar, tadqiqotchilar bu modeldan foydalanib, bu modelga so'rov yuborish orqali, taxminan undan kelayotgan so'rovlarni tahlil qilish orqali buni ortida kim turganini topishga harakat qilishyapti va katta ehtimol bilan o'sha biz avvalroq aytgan GLM 503 modelini chiqargan Zhipu.ai kompaniyasi yoki bo'lmasam Xiaomi kompaniyasi turibdi deb taxmin qilishmoqda. Chunki avvalroq bu ikkala kompaniya ham xuddi mana shunday usulda, ya'ni sirli ko'rinishda kim ekanligini aytmasdan turib o'zlarining modellarini e'lon qilishgan edi va bu juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Demak, xuddi shu taktika bu yerda ham qo'llanildi. OX Alpha modeli bepul bir haftaga kuniga 100 trillion token kirib bemalol ishlatib ko'ringlar. Benchmarklarda juda ham o'sha top modellar bilan deyarli bir xil natija ko'rsatyapti va yana bitta narsa, mana shunday natijalarni ko'rsatishi va bu katta ehtimol bilan Xitoydan chiqayotgani AQSh hukumatini ham hozir kunda sarosimaga solmoqda va AQSh kompaniyalarini ham bu narsa xavotirga solmoqda, chunki Xitoydan chiqayotgan bu modellar aksari ochiq vaznli, juda ham arzon va AQShning demak kuchli modellar bilan deyarli bir xil natija ko'rsatishni boshladi. Ikkinchi yangilik. AQSh hamkorlarini sun'iy poygasida Washington va Pekin orasida tanlovga majburlamoqda. Demak, bu yuqorida aytgan birinchi yangiligimizdan chiqib kelayotgan uzviy bir yangilik. Nima bo'lyapti? AQSh davlat departamenti o'zining hamkor davlatlarini kelajakda agar sun'iy foydalanmoqchi bo'lsa, yangi demak Pax Silica deb nomlangan koalitsiyaga qo'shilishga majburlamoqda. Ya'ni yoki siz Xitoy bilan o'sha Xitoy modellari bilan keting yoki AQSh modellarini tanlang. Ya'ni o'rtada hech narsa bo'lmasin yoki bu degan narsa emas. Aniq bitta xulosaga kelinglar, kim bilan sizlar. Ya'ni mana shunday nima deydi, jiddiy ohangda majburlov qo'yilyapti. Bu demak bir oy oldin biz bu haqida yangiliklarimizni aytib o'tgan edik. Xitoyda bo'lib o'tgan Xitoy hukumati tomonidan taklif qilingan koalitsiyani demak unga qarshi muqobil koalitsiya ko'rinishda taklif qilinayotgan, demak AQSh tomonidan taklif qilinayotgan yangi bir hamkorlik. Esingizda bo'lsa, Pekinda bo'lib o'tgan juda katta o'sha sun'iy konferensiyasida bevosita o'sha o'sha Xitoyning demak rahbari Shi Jinping o'zi taklif qilgan koalitsiya edi. Bunga Shimoliy Sharqiy Osiyodagi deyarli barcha davlatlar qo'shildi. O'rta Osiyo davlatlari ham u yerga qo'shilishdi va ular ko'proq ochiqlik tarafdori. Ular ya'ni faqat Xitoy bo'lsin deyotgani yo'q, lekin ochiqlik tarafdori, ya'ni sun'iy modellari ochiq bo'lsin degan mazmundagi bir g'oyani ilgari surishyapti. Lekin bularning hammasi siyosiy o'yinlar, biz shuni tushunishimiz kerak va AQSh ham buni tushuntirgan uchun ham AQSh tomonidan o'zini demak yangi koalitsiyasini taklif qilyapti. Sun'iy foydalanmoqchimisizlar? AQShning sun'iylaridan foydalaninglar degan majburlovni qo'ymoqchi. Ko'ramiz qani, bu hali g'oya ko'rinishida, ya'ni bu koalitsiya hali ishlab chiqilgani yo'q, uni hujjatlari ustida ish ketyapti. Lekin katta ehtimol bilan biz yuqorida aytganimizdek, avval ham uni qayta ta'kidladik, kelajakda sun'iy ham bu juda katta qurolga aylanadi, juda katta bir monopoliyaga aylanadi va bu bozorda ham demak biz tanlashga majbur bo'lamiz, kim bilan ketamiz. AQSh bilanmi yoki Xitoy bilanmi? Oldimizda hali qiyin tanlovlar turibdi. Uchinchi yangilik bevosita startaplar olamidan. Stripe OpenRouter sun'iy startapini 7 milliard dollardan qimmatga sotib oladi. Demak, OpenRouter agar kim bilmasa, bu turli xil sun'iy intellektlarga bittagina demak API orqali dostуп beruvchi mana shunday tizim. Ya'ni siz OpenRouterga ulanib turib, OpenRouterga orqali boshqa o'nlab sun'iy ulanishingiz mumkin. Masalan, o'sha Gemini deysizmi, Claude deysizmi, OpenAI deysizmi, DeepSeek deysizmi, Xitoyning turli modellari deysizmi, hammasiga bir dona OpenRouter orqali ulanishingiz mumkin. Bu dasturchilar uchun juda ham qulay.
Ya'ni odatda siz agar sun'iy uchun qandaydir dastur yaratayotgan bo'lsangiz, siz tanlashingiz kerak. Masalan, men OpenAIdan foydalangan bo'lsam, OpenAIga ulashim kerak, Geminidan foydalangan bo'lsam, Geminiga ulashim kerak va odatda masalan turli sun'iy o'ziga yarasha afzalliklari, o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Qaysidir sun'iy rasmlar bilan zo'r ishlaydi, qaysidir sun'iy bevosita ovoz generatsiya qilish uchun ishlatiladi, qaysidir sun'iy matnlar uchun yaxshi ishlaydi, kod uchun yaxshi ishlaydi. Va agar siz murakkab dastur yozadigan bo'lsangiz, bularni har biri bilan demak integratsiya qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. OpenRouter startupi esa sizga bitta integratsiya orqali, ya'ni siz faqat OpenRouter bilan integratsiya qilasiz. OpenRouter esa sizga boshqa istalgan modellarga dostуп beradi. Va bu uchun albatta tabiiyki ozgina ustama oladi. Bu bor yo'g'i demak 2-3 yil oldin chiqqan kichkina kompaniya edi. Mana shu davrni o'zida mana ko'rib turibsiz, endi Stripe kompaniyasi tomonidan 7 milliard dollarga baholanib sotib olinmoqda. Mana bu yerda aytilyapti, 400 dan ortiq sun'iy modellarga ulanish imkonini berar ekan OpenRouter. Ya'ni o'nlab emas, yuzlab modellarga ulanish imkonini beradi. Istalgan yangi chiqqan modelga bir dona integratsiya orqali ulanishingiz mumkin. Hattoki mana shu biz yuqorida aytgan OX Alpha ga ham, OX Alpha ni ham integratsiyasi bo'lishi kerak. Kirib saytda tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Startaplar uchun bu juda ham zo'r yangilik. Bu xizmatni ham ko'rib turibsiz. Demak, yosh tadqiqotchilar, yosh founderlar asos solgan startap mana shunday qimmat baholanishi bu demak sun'iy olamidagi bitta katta yangiliklardan biri bo'ldi. 4-chi yangilik, SpaceX kompaniyasi Cursorni sotib olish jarayonini rasman yakunladi. Cursor ham agar bilmaganlar uchun sun'iy yordam xuddi OpenRouterga o'xshagan, endi bevosita dasturchilar uchun muhit va siz bu Cursorni ichida istalgan modelga ulanishingiz mumkin. Ya'ni Cursor aynan dasturlash uchun yaratilgan dasturlash muhiti va siz bu yerda kod yozish davomida bir nechta sun'iylarga ulanishingiz mumkin. Odatda dasturchilar ma'lum bir sun'iy bilan cheklanadi. Masalan, siz ChatGPT ishlatsangiz, demak dasturlarni Codex yordamida yozasiz. Googledan foydalansangiz, uni Antigravity degan mahsuloti bor. Demak, Antigravityning ichida faqatgina o'sha Google'da bor modellardangina foydalangan holda dastur yozishingiz mumkin. Cursor esa sizga shunday imkoniyatni beradiki, Cursor yordamida siz istalgan sun'iy ulanishingiz mumkin, hattoki bitta dasturni yaratish jarayonida ham. Masalan, aytishingiz mumkin, front-end qismini deylik, mana Gemini yozsin, Gemini yaxshiroq yozadi deyishingiz mumkin. Back-end qismidagi murakkab logikalar uchun men Claude'dan foydalanaman. Mana bunday qandaydir qo'shimcha vazifalar uchun deylik, yana boshqa modeldan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni Cursor sizga mana shunday imkoniyatni beradi. Bor yo'g'i bitta oynaning ichida bir nechta modellardan dasturlashda foydalanishingiz mumkin. Va mana bu kompaniyani Elon Muskning SpaceX kompaniyasi 60 milliard dollarga baholadi. Ya'ni juda ham bir astronomik summalar haqida gap ketyapti bu yerda. Bu ham demak yosh dasturchilar tomonidan yaratilgan startap. Ochilganiga adashmasam Cursor ko'p bo'lgani yo'q, 4-5 yil, 3-4 yil bo'ldi, undan ko'p emas. Demak, mana shu qisqa davrda mana shunday katta baholarga erishdi va katta yutuqlarga erishdi. Tabriklaymiz. 5-chi yangilik. Asana Codex yordamida 5 yillik ishni 2 haftada bajardi. Tushunarli bo'lish uchun bu yerda juda qiziq holat bo'lgan. Demak, Asana degan dastur bor. Bu dastur odatda dasturchilar tomonidan ishlatiladigan o'sha turli xil o'sha CRM platformalar, task management deyiladi, ya'ni loyihalarni boshqarish uchun yaratilgan platforma. Bu platforma qachonlardir dasturchilar tomonidan yaratilgan, eski texnologiya asosida yaratilgan ekan. Mana bu yerda aytilyapti, Enzyme Test degan framework bo'lgan ekan. Mana shu asosda yaratilgan. Va bu texnologiyani o'zi eskirgan. Ya'ni eskirgandan keyin Asanani qaytadan yozib chiqish vazifasi qo'yilgan. Ya'ni kompaniya butun tizimni noldan boshqatdan yozamiz, zamonaviy texnologiyalar yordamida yozamiz deyilganda bu narsa taxminan 6 million dollarga baholangan. Chunki buni tizimni tasavvur qiling, juda ham katta tizim, yillar davomida yaratilgan tizimni noldan qaytadan yozib chiqish uchun demak necha yil deyilgan bu yerda adashmasam, muddat ham berilgan edi. 5 yillik muhandislik mehnati va 6 million dollar xarajat talab qilinadi deb aytilgan. Ya'ni qaytadan yozib chiqish uchun to'g'rida bu tizim 10 yillar davomida yaratilgan. Buni qaytadan yozib chiqish uchun yana 5 yil kerak va 6 million dollar kerak deb baholangan joyda bular nima qilishgan? To'liqligicha tizimni sun'iylikka topshirishgan. Va sun'iylik bu narsani 12 ming dollarga yozib bergan. Ya'ni narxi, sun'iylik ketgan tokenlarning narxi bor yo'q 12 ming dollar bo'lgan. 6 million dollar qayerda-ku? 12 ming dollar qayerda? 5 yil qayerda-yu, 2 hafta qayerda? Ya'ni bor yo'q 2 haftaning ichida tizimni to'liqligicha noldan yozib chiqqan va buni OpenAI kompaniyasi hozir marketingda juda keng foydalanyapti. Reklama qilib, mana Codex yordamida mana shunday narsalarni tez yaratish mumkin degan narsalar ilgari surilyapti. Va bu bizga ham yaxshi signal. Ya'ni bizda ham shunday loyihalar bo'ladi yoki yangi loyiha yoki eski loyihalarimiz bor, ularni yangilash vaqti keladi. Mana shunday holatlarda mana ko'rib turibsiz, sun'iylik yordamida qaytadan loyihani tezroq va arzonroq yaratish mumkin. Bu yerda aytilyapti, bor yo'g'i 4 ta sun'iylik
agenti 5 jumlali prompt asosida qaytadan yaratgan. 5 jumlali prompt deb albatta bu yerda sal haligi mubolag'a qilib aytilyapti. Aslida tizimni to'liq dokumentatsiyasi bo'lgan. Juda ham batafsil dokumentatsiya bo'lgandan keyin mana shu dokumentatsiyaga bor yo'g'i 5 ta jumlalik prompt yozilgan. Mana shu dokumentatsiyani olib bizga qaytadan yaratib bergin deyilganda sun'iy to'liqligicha noldan yaratgan. Ajoyib. 6-yangilik, Amazon sun'iy o'qitish uchun noyob kitoblarni vayron qilmoqda. Bu biroz achinarli yangilik. Demak, nima bo'lyapti? Sun'iy yaratish uchun bizga juda ham ko'p ma'lumotlar kerak va muammo shundaki, internetda onlaynda ma'lumotlar tugadi. Ya'ni sun'iy internetdagi olish mumkin bo'lgan, onlayndagi mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlarni olib o'qitib bo'lindi. Ana endi ma'lumotlar qayerdan olish mumkin deganda, bu kutubxonalardagi hali raqamlashmagan kitoblardan olish mumkin. Ya'ni eski kitoblar bor, ularni haligacha raqamli nusxasi chiqmagan. Bular noyob kitoblar, bular juda ham eski kitoblar. Internetdan oldin, umuman texnologiyalardan, kompyuterlardan oldin yozilgan 100 yillik, 200 yillik, 500 yillik, 1000 yillik kitoblar ham bor. Demak, mana shu kitoblarni o'qitish orqali ham yana qo'shimcha yangi ma'lumotlar olish mumkin. Lekin bu kitoblar raqamli ko'rinishda bo'lmagani uchun Amazon kompaniyasi nima qilyapti? Bu kitoblarni turli xil kutubxonalardan yoki eski qandaydir o'sha do'konlardan topib xarid qilyapti. Xarid qilgandan keyin bu kitoblarni skaner qilib, raqamlashtirib, o'zini sun'iy o'qityapti. Lekin bu o'qitish jarayonida bu kitoblarga, demak, bu kitoblarga tiklab bo'lmas ziyon yetkazilyapti. Chunki kitobni olib harta betini skaner qilish oson emas, yoki uni maxsus qurilmada qilishingiz kerak. Bu qurilmalar qimmat bo'ladi, yoki bo'lmasam kitobni kesib turib, ya'ni uni varoqlarini ichidan ajratib olib, harta varoqni skaner qilib chiqish bu tezroq usuli va katta ehtimol bilan Amazon mana shunday yo'ldan foydalanyapti va bu kitoblarni o'qitib bo'lgandan keyin, ya'ni skaner qilib bo'lgandan keyin tashlab yuboryapti deb jar solyapti mana Tourist Media. Bular qanday qilib buni aniqlashgan? Kutilmaganda bularga juda ko'p mana shunday buyurtmalar tushni boshlagan. Ya'ni mana shunday noyob kitoblarga buyurtmalar tushni boshlagandan keyin bular kitoblarni ichiga AirTag, ya'ni o'sha tracker bor, kichkinagina Apple kompaniyasi tracker, o'sha trackerni solib yuborishgan qutilarning ichiga va bu trackerlar bu kitoblarni, demak, yakuniy manzili sifatida o'sha Amazonning maxsus mana shunday joyi bor, mana shu joyga yetkazib berilganini va bu joyda aynan mana shunday loyihalar qilinishini aniqlashgan. Demak, sun'iy rivojlantirish uchun bizga ma'lumotlar kerak, lekin ma'lumotlarni mana bunday ko'rinishda olish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Agar bizning yangiliklarimiz siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. 7-yangilik. Anthropic bioqurollarga qarshi filtri 1 yil davomida ishlamagan. Demak, buni Anthropic kompaniyasi yaqinda o'zi bilib qolgan. Gap shundaki, Anthropic kompaniyasi turli xil laboratoriyalar bilan hamkorlik qiladi. Bu yerda mana aytyapti, 50 mingdan oshiq turli kompaniyalarga Anthropicni odatda maxsus funksiyalariga yoki maxsus modellariga dostуп beriladi. Tushunishimiz uchun har bir kompaniyani ommaviy dasturlari bor. Masalan uchun siz Anthropicni Claude AI dasturidan foydalanishingiz mumkin yoki OpenAIni ChatGPT dasturidan foydalanishingiz mumkin. Lekin bundan tashqari turli xil kompaniyalar uchun bu Anthropicni yoki OpenAIni yopiq mahsulotlari bor. Bu mahsulotlar maxsus sizning sohangiz uchun ishlab chiqilgan bo'lishi mumkin yoki modellardagi maxsus sizning sohangizga mos bo'lgan imkoniyatlari ochib berilgan bo'lishi mumkin. Bu haqida avval ham aytgan edik. Misol uchun OpenAIni o'sha 5.6 Cyber degan dastur bor. Aynan kiberhujumlar uchun qilingan yoki kiberxavfsizlik uchun qilingan modeli, lekin bu modelga faqatgina kiberxavfsizlik kompaniyalariga dostуп berilgan xolos. Anthropicda ham mana shunday dastur bo'lgan. Bu ko'proq o'sha bio qurollar yoki bo'lmasam umuman meditsina sohasidagi tadqiqot qiladigan kompaniyalarga dostуп berilgan va bu modellarda cheklov bo'lgan, aynan bio qurollar ishlab chiqarish bo'yicha so'rovlarga javob bermasligi uchun. Va mana shu cheklov ishlamagan. Bu odam xatosi bo'lgan, o'chirib qo'yilgan bo'lgan. Bu yerda muhim tarafi, misol uchun bio qurolni ishlab chiqish uchun siz ximik bo'lishingiz kerakda, kamida o'sha sohadagi mutaxassis bo'lishingiz kerak. Bu degani, sizga agar mana shunday model berilsa, bu modelda agar mana shu cheklovlarni olib tashlamasa, siz uni g'ayri yo'llarda foydalanib turib, o'sha bio qurollar ham yaratish uchun o'zingizni bilmingiz plus sun'iy intellektni bilimi bilan bu jarayonni tezlashtirib yuborish mumkin-da. Oddiy odam tabiiyki bio qurol yarata olmaydi. Oddiy odamda bunaqangi, misol uchun, laboratoriyasi yo'q yoki unda o'sha bio qurol yaratish uchun maxsus qandaydir elementlarga, qandaydir qo'shimcha vositalarga dostуп yo'q. Lekin mana bunday 50 mingta kompaniyalarda mana shunday dostуп bo'lgan. Va bular Anthropic kompaniyasi bilmasdan ularga mana shu bio qurollarni yaratishga imkoniyat yaratib bergan. 1 yil davomida bu narsa ochiq bo'lgan, uni bilishmagan. Aprel oyida bilib qolishgandan keyin darhol eski promptlarni tahlil qilishgan.
Shu paytgacha 133 millionta prompt yuborilgan bo'lgan mana shu 50 mingta kompaniya tomonidan. Ularni tahlil qilib chiqishganida 100 ga yaqin mana shunday sal xavfliroq so'rovlar ham topishgan. Lekin aynan bevosita bioqurol yaratish haqida hech kim so'ramagan, lekin xavfli so'rovlar bo'lgan. Ularni keyin qo'lda tahlil qilishgan, ochib qo'lda tahlil qilib chiqishgandan keyin hech qanday bir jiddiy zarar topishmagan. Lekin mana shunday holatlarning o'zi bo'lishi ham sun'iy atrofidagi hali demak xavfsizlik muammolari ochiq turganini anglatadi. 8-yangilik. 1 milliondan ortiq kishi LinkedInning sun'iy yozish funksiyasidan foydalandi. Demak, bu 30-iyulda ishga tushirilgan ekan bu funksiya, ya'ni bor yo'g'i 1 oy davomida, 1 oyning ichida 1 milliondan ortiq odam LinkedInda sun'iy intellekt yordamida matn yozish funksiyasidan foydalangan. Hozirgi kunda LinkedInda post yozmoqchi bo'lsangiz, yonida haligi chiroyli belgi bor. Bossangiz matningizni sun'iy intellekt qaytadan yozib beradi. Va bu yaxshi yangilikmi yoki yomon yangilikmi o'zingiz hal qiling, chunki odamlar ko'pchilik LinkedIndan bugungi kunda LinkedIndagi postlardan, LinkedInda odamlar yozayotgan postlardan norozilik kayfiyati kuchaygan, chunki postlarning deyarli ko'pi sun'iy intellektda soxta matnlarga ko'payib ketib qoldi. Ya'ni odamlar buni ko'rganda shunday sezilib turadiki, bu matn sun'iy intellekt yordamida yozilgan, juda ham soxta yozilganda. Va bu narsa LinkedIn bu professionallar uchun ijtimoiy tarmoqda, ya'ni u yerda professionallar bo'lgandan keyin o'zini fikrini eplab yoza olmaydigan odam to'lig'icha sun'iy intellektdan foydalanib yozayotganlardan ko'payib ketib qolgan va umuman olganda postlarning sifati tushib ketgan. Mana shundan ko'pchilik nolyapti, lekin ikkinchi tomondan LinkedIn kompaniyasi xursand, chunki bu pullik funksiya, $40 ko'proq pro userlar foydalanayotgan funksiya ekan va 1 milliondan ortiq foydalanuvchi bor degani, demak, bu uchun pul to'laydigan odamlar ham bor ekan. Mana shunday funksiyalarga talab bor ekan degan narsani ham ko'rsatib beryapti. Xulosa o'zingizdan yaxshimi bu yomonmi? Izohlarda kutaman. 9-yangilik. O'smirlar uchun ChatGPT o'rganish uchun xavfsiz muhit taqdim etildi. Demak, OpenAI kompaniyasi 18-avgustda 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar uchun maxsus ChatGPTning versiyasini chiqardi. Bu endi bevosita o'smirlar uchun. Buni bir nechta o'ziga yarasha afzalliklari bor. Birinchidan, u ta'lim berish uchun. Bu yerda siz sun'iy intellektdan savol so'raganingizda to'g'ri javobni emas, balki uni o'rgatishni so'rashingiz mumkin. Ya'ni to'g'ri javobni olishning o'rniga bevosita sizga buni o'rgatadi. Qanday qilib to'g'ri javobga kelish mumkin ekanligini. Bu demak bolalarning tanqidiy fikrlashini yoki mantiqiy fikrlashiga yordam beradi. Bu yaxshi funksiya. Undan tashqari, demak, u yerda turli xil unaqalar qo'shilgan, rejimlar qo'shilgan. Misol uchun, agar o'sha o'smir qandaydir xavfli so'rovlar yuboradigan bo'lsa, o'zining joniga qasd qilish yoki o'ziga zarar yetkazish haqida so'rovlar yuboradigan bo'lsa, bu haqida kompaniya darhol o'smirning ota-onasiga xabar beradi. Bu ham mana shunday funksiya qo'shilgan. Undan tashqari, tabiiyki turli xil cheklovlar qo'yilgan. Ya'ni 18+ content, 18+ javoblar berilmaydi bu yerda. Mana shunday filtrlar qo'yilgan. Va bu ChatGPTning dasturi ChatGPT tomonidan emas, balki hamkorlikda ishlab chiqilgan. AQShdagi o'sha aynan bevosita ta'lim bilan shug'ullanadigan kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan, mana shu yoshlar uchun. Men hali o'zim foydalanib ko'rganim yo'q. Farzandlarimga qani o'rnattirib ko'rmoqchiman, chunki men farzandlarim OpenAIdan, ChatGPTdan ham Claude'dan ham foydalanishadi. Lekin mana bunday agar aynan o'smirlar uchun versiyasini hali ishlatib ko'rganim yo'q. Qani ishlatib ko'ramiz. Sizlar ham ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, fikrlarni kutaman. 10-yangilik. Korxonalarga sun'iy intellekt joriy qilish xarajatining 50% qoplab beriladi. Bu O'zbekistonda o'tgan hafta prezident tadbirkorlar uchrashgandagi aytilgan yangilik bo'ldi. Bu yaxshi yangilik. Buni lekin qay ko'rinishda bo'lishini kutamiz. Hozircha bu faqatgina bir tashabbus sifatida aytildi. Mana shunday qilinadi deb aytildi, lekin hali qonunchilikda kiritilgani yo'q. Lekin yangilik yaxshi. Ya'ni nima deyilyapti? Sun'iy intellekt tizimlarini joriy etayotgan kompaniyalar xarajatlarining 50% qismini subsidiyalovchi 10,000 korxona sun'iy intellekt hamkori dasturi e'lon qilindi va bu uchun $100 million ajratildi. Demak, agar biror bir korxona, tashkilot o'z ishini tizimlashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan bo'lsa, mana shu xarajatlarini demak 50% ma'lum bir summagacha qoplab beriladi. Batafsil ma'lumotlarni kutamiz. Agar bu demak hozircha bilmadim, bu faqatgina davlat tashkilotlari uchunmi yoki xususiy korxonalarga ham bunday imtiyoz beriladimi yo'qmi? Lekin agar bunday imtiyoz beriladigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi tashabbus bo'lar edi. Sun'iy intellekt rivojini yana ham rivojlantiradi. Hozircha shu. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizlarni kelgusi dayjestlarda kutib qolamiz.